Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana magazinimizga benzinlik muraveylar keldi yangilaridan. Uragan firması. Mana firmasının adı Uragan. 3-4 xil nima deymiz pozitsiyalarida keldi. Mana 1,5 tonnagacha mana yuk ko'taradigani, 1 tonna 1,5 tonnagacha yuk ko'taradigani, bularning zapaska balonlari bor. Benzinda magnitofonlari, mana old tomonida oyoq защитниклari va mana yuzga shamol tegmasligi uchun защитниклari bor. Mana balonlarda kalpaklari ham bor. Tak. Bu mana ventilyatorlar. Tak. Bunun narxi 26 million so'm. Yana kelishtirib beriladi. Bu naqddagi narxi, kreditda tak 26 million naqdda bo'lsa, kreditda bu bo'ladi 29 million. Tak, bundan keyingisi mana bunisi 1,5-2 tonnagacha yuk ko'taradi. 2 tonnagacha yuk ko'taradi. Mana materiali juda qalin, baquvvat ishlangan. Bunga ham xuddi shunday zapas balon, kaskasi ham bor. Mana oyoq защитниклari. Tak, yuzga shamol tegmasligi uchun mana защитниклari hammasi bor. Mana bortlari baland. Mana balonlari shirokiy balonda. Mana balonlari mana 5,5 ga 12. Mana 5,5 ga 12. Bunisi radiatorli. Tak, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi naqd pulda 32 million so'm. Tak, kredit bo'ladigan bo'lsa 36 million so'm bo'ladi. Tak, bundan keyingisi bana bunisi, bu ham xuddi shunday 1,5-2 tonnagacha yuk ko'taradi. Tak, to есть motorlari buniki ham motorlari 200lik motor. Tak, bu ham xuddi shunday. Mana radiatorlari bor. Yuzni защита qiladigan, shamoldan защита qiladiganlari bor. Kaskasi bor, zapaskasi bor. Mana 2 tonnagacha yuk ko'taradi. Ham o'zi samosval qiladi buni. Bemalol mana samosval o'zi ko'taradi. Tak, buni narxiga keladigan bo'lsak, tak, buni narxi 36 million so'm naqd pulda. Tak, naqd pulda 36 million so'm, kreditda 40 million so'm bo'ladi. Mana firmasi Uragan firma. Juda baquvvat, yaxshi ishlangan. Firmasi yaxshi. Magnitofonlari ham bor hammasiga kaska ham bor. Tak, undan keyingisi mana bunisi. Bu ham xuddi shunday 2 tonnagacha yuk oladi. Mana uzunligini ko'rishingiz mumkin bemalol. Mana uzun 2 tonnagacha yuk oladi. Bunda ham zapas balon, kaskalari bor. Tak, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 300 million so'm. Tak, 300 million so'm naqd pulda, 34 million kreditga chiqadi bu. Kredit mahalla tomonidan 17,5%, 18% kredit asosida bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Buxoro viloyati, Galaosiyo shahri. Buxoro Karvon bozor tomonidan kelaverishda
metan zapravkadan o'tgandan keyin chap tomonda joylashgan mana 3 etajlik zdaniya. Murojaat uchun telefonlarimiz 77 kodi bilan 066 68 63 77 kodi bilan 022 60 74. Bundan tashqari Buxoro viloyati Kogon tumani Yangi Hayot posyolkasida ham magazinimiz bor. U yerga ham kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. U yerda ham xuddi shunaqa benzinlik elektronli mototsikllar bor hammasi. Bemalol kelib kimga kerak bo'lsa xarid qilishlaringiz mumkin. Mana bu elektron murabbiylarimiz. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Hammangizni kutib qolamiz.